Andijon soy tovuq bozoridamiz. Mana jo'ja sezonu, jo'jalardan olib qo'yapmiz. Jo'ja olaman bozorga. Mashinada bor ekan. Deb bozorga chiqolmayotganlar uchun. Ha, o'rdak nech puldan? 10 ming so'mdan ekan. Biz Molondan olyapmiz. Mana Andijon qora tovuqlardan olyapmiz, jo'jalardan. 14 ming so'mdan beryapsizmi? Oxiri 14 mingdan beryapsizmi? Bu necha kunlik bular? 21 kunlik. 21 kunlik. Bularchi? Bularchi aka? Bular 13 kunlik. 13 kun. Bularda 12 dan beryapsiz. Yana mashin bilan shug'ullanasiz aka, bormi? Hozir sezon endi, vaqtincha-yu, lekin uyda telefon nomeringiz nechi? 90lik 90lik 211 47 74. Aloqaga chiqaverasizlar, kimga jo'ja kerak bo'lsa. Bizda ham bir haftadan beri shu g'alib edi, jo'ja olishimiz kerak edi. Bugun chiqib, xudo xolasa 10 ta olyapmiz shunda. Mana shundan olaylik. Qiziqishda 12 ta jo'ja oldik, kichkinasidan 4 ta oldik. Kattarog'idan 8 ta oldik. Tanlab makiyonlarini ajratib, 2 ta xo'roz, 10 ta makiyon qilib oldik. Sog' bo'lasizlar.